Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar ham bir bu go'zallikni ko'rib baho beraylik, o'zlaringiz qaranglar. Turetskiy skina giloslarimiz. Mevasini qaranglar. Mevani ko'rib bir mazza qilinglar mana. Bu Amerika bosi yo bu Yevropa bosi, bu O'zbekiston. Mevani qarang, bu daraxt bezori egiliblar ketgani. Meva вообще zo'r hasraydi. Mevadan ko'p yo'q bu daraxtda. 2025 16-may xudo xolasa sizlarga skina, turetskiy skina gilosimizni ko'rsataman. Birov buni yopishtirib yo ilib qo'ymagan. Bu Turkiya va Yevropa va bu O'zbekiston. O'zbekistonda ham yetishtiryapti xudo xolasa shuna giloslar, yangi sortlar mana. Bugun sana nechaga? 16-may deb aytdimmi do'stlar? Har bir tutida shunchadan meva. Kamida 50 kilo, 60 kilo beradi. Bu lekin daraxtga rosa ham ko'p. Kalibr o'zimiz bozorbob bo'lib qolgan. Eksportga ham oladi buni, xudo xolasa. Bir 200 ham, 300 ham ziyamizdan keyin eksportga ketadigan bo'ladi meva. Meva quyib yotibdi. Bundan oshiqcha meva olgan daraxtni bunaqa sortini ko'rmaganmiz. Kamroq oladi, lekin kalibri kuchli bo'ladi boshqa sortlar, lekin bu haddan oshiqcha ko'p olgan. Bu yil o'zini o'zi 100% changlaydi bu skina gilosimiz. Bu yonidagi gilosda uncha changlamaydi, 20-30% changlaydi. Har bir tutida shuncha 50 kilo, 40 kilodan meva bor. Buni ishonchli ko'chatlar bor. Hech bo'lmasa uylarga 2 tup, 3 tup ekib qo'yishlarini tavsiya qilamiz. Bog' qiladigan akalarga bundan ham zo'r sortlar ham bor kalibr bo'yicha. Bunaqa tonna bermaydi, lekin bundan kalibri zo'r, bozorga zo'r, eksportga zo'r sortlar bor giloslarni. O'shalarni ham tavsiya qilamiz. Bu skinadan ham ekib qo'yishni ham tavsiya qilamiz. Chunki tonna bo'yicha, ves bo'yicha bunaqa ko'p ves beradigan gilosni bilinmayman. Lekin bu skina sorti eng og'ir, eng ko'p meva oladigan giloslar bir turiga kiradi. Bu ishonchli ko'chatlar bor, nomerlar profilda bo'ladi. Bizni kuzatishda boringlar. Bundan ham qiziq videolar, bundan ham qiziq obzorlar, bundan ham qiziq, bundan ham kuchli sortlar ko'rsatib borishda davom etamiz. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.